Sohibqiron Amir Temur va uning jahon tarixida tutgan o'rni haqida Fransiyada o'nlab tarixiy, badiiy va ilmiy asarlar yaratilgan. Mazkur asar 1980-yilda Parijdagi Payot nashriyoti tomonidan nashr qilingan. Shundan so'ng yana bir necha bor qayta bosilgan bu roman Samarqand tarixi bilan boshlanib, Amir Temurning dunyoga kelishidan umrining oxirigacha bosib o'tgan hayot yo'lini qamrab oladi. Unda Sohibqiron barpo etgan saltanatning keyingi taqdiri hamda Boburning hayotiga alohida boblar ajratilgan. Buyuk bobokalonlarimizning Yevropa qirollari bilan o'rnatgan munosabatlari haqidagi qimmatli ma'lumotlar ham ilova qilingan. Asar keng kitobxonlar ommasiga mo'ljallangan.